Haqqoniy go'zal bo'lgan avtomobillardan biri Land Rover Range Rover P400 HEC bo'ladi. Bu Yevropa bo'ladi. 3 motor, turbinli motor, 400 ot kuchi, 8 pog'onali ZF avtomat korobka bo'ladi. Haqiqatda buni tengi yo'q-da, roskishda, komfortida, ko'rinishida. Albatta bunga tengdosh bo'lgan avtomobil men hali ko'rganim yo'q. Bizda sotuvda arab davlati uchun European keyin kanadkalar bor, bemalol aloqa chiqib qo'yasizlar. Xo'p, bugungi avtomobilimiz bu Land Rover Range Rover P400, bu European Specs bo'ladi. Bunda R23 Diamond Turner diskalarda turibdi. Bu pnevmo podveska adaptivniy bo'ladi. Brembo tormoznoy sistema bo'ladi. Sizlarning xohishingizga qarab, xohlasanglar Gloss Black diska qo'yib beramiz, R23, xohlasanglar Diamond Turner diska deb beramiz. Ichiga motor oldi, kimki niyat qilgan bo'lsa Alloh yetqizsin. 8 pog'onali ZF avtomat korobka bo'ladi. Bu xolodilniklargacha bor. Ruskiy menyu bor. Rullarimizda abagrev, head up display, sidenlarimizda abduf, abagrev, sidena pamit bo'ladi, Meridian akustika. Juda ham qattiq suvat, hop, zavod taraflama taqdim qilingan elektronik parok va monitorlarga bitta nazar solib o'tasizlar. Bular hammasi zavod taraflama taqdim qilingan. Burgundiy salonda va Caraway salonda bizda sotuvda tayyor. Voy, bu gal shunaqa to'kin sochinchilik bilan beribdi, mashalloh. Mana qarang, sumkalarga chon bergan. Range Rover sumkalari, endi buning ichida yana qanaqadir aksessuarlar qo'shib bergan. Keyin bittalab ko'rsating keling. Xo'p, bismillah. Letniy kovrik, zimniy kovrik mana. Mana Range Rover sumkalarga chon bergan, yevropeyskiy bo'lgani uchun bu kompyuterning laptopga bo'lsa kerak. Xo'p, keyin yana qo'shimcha hozir ochamiz. Ha, endi bu anaqa ekan. Mana zimniy kovrik bo'ladi, yana orqaga qo'shimcha kovrik, bagajlik kovrik. Hop, mana bitta letniy kovriklar turibdi. Yana qo'shimcha mana kovriklar. Mashalloh, bu gal o'rtig'im bilan berdi, lekin mana sumkalar juda ham yoqdi. Mana bitta ko'rasiz, keyin yana qo'shimcha aksessuarlar. Hamma narsani bergan, qo'shimcha ham ko'pligini qarang. Haqiqatan yevropeyskiyda mana ko'rsatib o'tib keting. Bu arab emas, yevropeyskiyda mana anaqalardan ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Yevropeyskiyda kerak bo'lsa, o'sha o'rtig'i bilan aksessuarlarni qo'shib beradi. Xo'p, qadrdonlar, bizda sotuvda ichki interyeri Burgundiy, Caraway sotuvda tayyor turibdi. Buni patkulich $220 ming qilib beramiz.